turli xalqlar ahil va inoq, bir tanu bir jon bo'lib istiqomat qiladigan mintaqa va davlatlarning milliy taraqqiyotini belgilaydigan, tinchlik va barqarorlikning kafolati bo'lib xizmat qiladigan umumbashariy qadriyat bo'lmish tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik, millatlararo totuvlik va fuqarolar o'rtasidagi birdamlik, hamjihatlik so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida erishilgan eng katta yutuqlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Mamlakatimizda qadimdan ko'plab millat va elatlar vakillari o'zaro do'stlik, osoyishtalikda yashab keladilar. Hukumatimiz tomonidan yurtimizdagi xalqlarning milliy an'ana va madaniyatlarini saqlab qolish va rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamisha jamiyatda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlash masalasiga katta e'tibor berib keladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlar so'nggi yillar davomida yangi sifat darajasiga olib chiqildi. Yurtimizda tinchlik, totuvlik va barqarorlikni ta'minlash, izchil rivojlanish va siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohalardagi islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, shuningdek, xalqaro maydonda mamlakatimiz obro'si va nufuzi yanada oshishining muhim omiliga aylandi. Bu jahon miqyosida O'zbekiston nomining yuksalishiga olib keldi. Qadim va navqiron Samarqandda UNESCO bosh konferensiyasi 43-sessiyasining o'tkazilishi buning yorqin dalilidir. Mamlakatimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalik, dinlararo bag'rikenglik, millatlararo totuvlik hamda hamjihatlik yurtimiz taraqqiyot yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu ishlarning mustahkam asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Yaqinda Samarqand shahrida bo'lib o'tgan UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi ochilish marosimida hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xalqaro jamoatchilikni aynan shu masalalarga e'tiborni qaratganlari ham bejiz emas albatta. Bunda islom dinining tinchlik, bag'rikenglik, ilm-ma'rifat, mo'tadillik dini ekanini tarannum etish orqali O'zbekistonda amalga oshirilgan noyob loyihalar, Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Motrudiy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahodir Naqshband ilmiy tadqiqot markazlari salohiyatidan birgalikda foydalanishga chaqiramiz deya alohida ta'kidladi. Dunyoning nufuzli tashkilotlaridan biri bo'lgan UNESCO bir necha 10 yilliklar davomida butunjahon ilm-fan, ta'lim, madaniyat, san'at sohalaridagi hamjihatlik va hamkorlik borasida global institut sifatida o'zini namoyon etib keladi. Shunday nufuzli tashkilotning anjumani qadim sivilizatsiyalar sintezi markazi sifatida xizmat qilgan bebaho madaniy meros beshigi sanaladigan Samarqandda o'tkazilishda o'ziga xos chuqur ramziy ma'no bor. UNESCOning a'zosi sifatida ushbu tashkilotning global maqsadlarga erishishda o'zaro hamkorlikni yangi sifat bosqichiga ko'tarishga intilayotgan O'zbekiston uchun bu katta sharafdir. Dunyoda bag'rikenglik, o'zaro tushunish va totuvlik singari umum insoniy g'oyalarni keng targ'ib etish lozim bo'lgan bugungi davrda islom madaniyati va ma'rifatini dunyoga tarannum etish o'ta muhim bosqichga ko'tarildi. Bu borada yurtimizda amalga oshirilayotgan noyob loyihalar Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Motrudiy, Imom Termiziy, Bahodir Naqshband ilmiy tadqiqot markazlari salohiyati o'ziga xos o'rin tutadi. Darhaqiqat davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan 2020-yilda tashkil etilgan Imom Motrudiy xalqaro tadqiqot markazining asosiy vazifalari ham aynan Motrudiylik ta'limotini chuqur tadqiq etish orqali yosh avlodni o'sha bag'rikenglik, o'zaro hurmat, birdamlik kabi islom dinining asl qadriyatlari ruhida tarbiyalash hisoblanadi. Bu yo'lda markaz ilmiy xodimlar tomonidan ajdodlar merosi, jaholatga qarshi ma'rifat g'oyalari asosida ko'plab tadqiqot ishlari, xalqcha risolatlar nashr etilmoqda, ko'plab tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Xalqaro hamkorlik doirasida anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar o'tkazib borilmoqda. Xususan, joriy yilning 29-30 aprel kunlari Samarqand shahrida o'tkazilgan Motrudiylikka bag'ishlangan xalqaro anjumanning aynan mavzusi ham Motrudiylik ta'limoti, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusiga bag'ishlangan. E'tiborli jihati, konferensiyada ishtirok etgan mashhur ulamolar,
islomshunos olimlar, taniqli ekspertlar yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga yuqori baho berib, aynan O'zbekiston dunyoda bag'rikeng diyor sifatida namoyon bo'layotganini alohida e'tirof etdilar. Ko'p asrlar davomida musulmon olamida aqida bobida Imom Motrudiy, uning shogird va izdoshlari yozib qoldirgan qimmatli asarlarga tayanib ish ko'radilar. Imom Motrudiyning ilmiy merosi, ta'limotini targ'ib etib kelayotgan Imom Motrudiy ilmiy tadqiqot markazi butun dunyo bo'yicha o'z yo'nalishidagi birinchi ilmiy muassasa hisoblanadi. Aqida kalom ilmi rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk ajdodimiz Imom Motrudiy o'z davrida mazkur ta'limotni bag'rikenglikka, birdamlikka asoslanganini ko'rsatib bergan. Jumladan islom manbalari asosida, ya'ni islom manbalari orqali mo'tadillikni keng targ'ib qilgan. Shu o'rinda alohida qayd etish kerakki, Imom Motrudiyning aqidaviy, falsafiy qarashlari va uning ta'limoti nafaqat o'z davri uchun, balki bugungi kunda jamiyatda tinchlik, bag'rikenglik, mo'tadillik tamoyillarini keng targ'ib qilishda ham muhim dastur bo'lib xizmat qilmoqda. Bugun yurtimizda turli millat va elatlar vakillari o'zaro tinchlik, totuvlik, do'stlikda farovon hayot kechirib kelishmoqda. Jamiyatda millatlar aro totuvlik va ezgulik muhiti hukmron. Insonlar ro'shnolik, tinchlik, osoyishtalikda yashab kelyaptilar. O'z orzu maqsadlari yo'lida sa'y-harakat qilyaptilar. O'zbekistonda o'rnatilgan tinchlik, totuvlik, barqaror umum siyosiy va iqtisodiy vaziyat dunyo hamjamiyatining havasini keltiradi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, darhaqiqat barchamizga ma'lum, qadimdan diyorimizda buddaviylik, zardoshtiylik, nasroniylik, yahudiylik, islom dinlari yonma-yon yashab kelgan. Aynan mintaqamizda ming yillar davomida faoliyat ko'rsatib kelgan masjid deymizmi, cherkov, sinagoga, boshqa ibodatxonalarda turli din vakillari, turli millat vakillari o'z diniy qarashlar, diniy amallarini emin-erkin ado etib kelgan. Tariximizning eng murakkab, og'ir davrlarida ham ular o'rtasida diniy asosda, ya'ni diniy nizolar kelib chiqmagan. Aynan diniy bag'rikenglik, ya'ni har bir diniy ta'limotga hurmat bilan qarash, sabr-bardosh, toqatli bo'lish, o'z navbatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan ixtiloflarni oldini olishga xizmat qilgan. Demak, Motrudiylik ta'limoti keng tarqalgan hududlarda insonlar tinchlik, barqarorlik, o'zaro hamjihatlikda hayot kechirgani ham bu ta'limotni bag'rikenglikni ta'minlashda muhim o'ringa egaligini bildiradi. O'zbekistondagi millatlar va dinlar aro totuvlik, do'stlik va diniy bag'rikenglik muhiti inson omiliga qaratilgan ustuvor e'tibor, yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, xalqaro maydonda vatanimiz obro'si va nufuzining yanada oshishi istiqbollariga qaratilgan muhim omillardan biri sifatida xizmat qilib keladi. Samarqandda o'tkazilgan UNESCO anjumani va unda ko'tarilgan mavzular, ajdodlarimiz merosiga bo'lgan hurmat va ehtirom qalblarimizni g'urur va iftixorga to'ldiradi.